Bu meni yordamchimiz Zebona va biz bugun birinchi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ya'ni biz birga ishlayapmiz. Hozirgi paytda videolarni bu olib montaj qiladi asosan. Shu bilan birgalikda men bilan ishlaganda bilasiz, xotirasini ham kuchaytiradi, miyasini ham rivojlantiradi. Ko'raylikchi Zebona bugun meni oldimga qaysi darajada kuchli xotira bilan keldi ekan sinovdan o'tkazamiz, keyin solishtiramiz. Demak, sizlarga men ekran demonstratsiyasini yoqaman. Buning uchun bizga mana bu sayt kerak. Memory ligi. Boya sanada ichkaridan kirgandik bunga. Tayyor. Hop, bu yerdan train bo'limini tanlaymiz. Rasm, yuz va ismlar, raqamlar. Ismlar. Ismlarga kiramiz. Shu yerda Farruh. Esa qo'ying. Bilsa. Shahnoza. Yaxshi. Adas. Qayerga deyman? Dilmurod. Sobir. Hop. Talgat. Talgat. Shular bu yerda. Hop, eng boshqa qaytaraman. O'zing xohlasang boshqasini turib boshqacha mumkin. Agar bo'lsa esa qolmasang, nima bo'lmaydi. Hop, mana buni bosib Farruh. qo'yamiz. Shahnoza. Adas. Mana bu yerda. Chiqarsa bo'ladimi? Yaxshi, mana bu yerda birinchi bosamiz. Va mana biz ikki turib, mana bu yerda qolamiz. Ketdik, keyin. Shahnoza. Hop, bosamiz. Hop, keyin esa tab bilan bosgan o'taveradi. Tab bilan o'ting. Mana bundan o'tsangiz promot o'tadi. Bosing. Yaxshi. Bunisi. Yetolmasangiz keyingisiga o'tib turavering. Hop, yo'q. Yana. Demak, hozir uchtasi esga keldi demak. Harakat qilib boramiz. Bo'ldi, yo'q. Demak, shu darsni Dilmurod tushmadi xolos. Demak, sizda hozirgi vaziyat 1 daqiqada, 1 daqiqadan kamroq vaqtda 4 ta. Zo'r, yaxshi. Xo'p, endi keyingisi rasmlarni eslab qolish. Buni ham men sozlab qo'yaman hozir. Hop, preferensiyaga kirib, bittadan emas, ikkitadan chiqadigan qilib qo'ying. Keyingisiga olaverasiz. Tugadi. Bo'ldi. Xo'p, hammasi esda qoldi. Tugatamiz. Hammasi keyingi bosqichga o'tilaveradi. Agar birinchi hammasi hop. Ikkilanchi bo'lyapti. Demak, to'rttasini eslab qoldimiz o'z joyida. Oxirida xuddi shunaqa adashib qolganda. Yaxshi, ikki xona chiqadigan qilib qo'yamiz. Ko'raylikchi, raqamlar qanchalik ekan. Hop. 21, 55, 83, 95. Hammasi esda qoldi. 21, 55, 83, 95. Faqat qo'shmay turasiz. Kelishat qilgandan keyin men sizga savol beraman. O'sha savolga javob berasiz. Agar savolga javob berganingizdan keyin ham, miyangizga chalg'igandan keyin ham bu raqamlarni aytib bera olsangiz, demak, bu to'g'ri xotira. Bo'lmasa bu vaqtinchalik og'izga eslab qolish xotirasi bo'lib qoladi. Demak, bir marta yana bir marta eslab oling, keyin sizga savol beraman. Bo'ldi, finish bosing. Skip bosmay turamiz, shunchaki savol beraman. Birinchi sinfdagi foydachingizni ismi? Isfandiyor. Isfandiyor, yaxshi. Xo'p, birinchi marta qachon mashina minib ko'rgandingiz? Esimda yo'q. Yaxshi. Birinchi ustozingizni ko'rinish yuzlarini ko'z oldingizga keltiring. Qiyin bo'lishi mumkin. Nimaga sog'inganmi? Juda yaxshi. Keltirdim. Bo'ldi, endi raqamlarni eslaymiz. Yozsangiz bo'laveradi, raqamlar bor. Hop, juda yaxshi. Hammasi zo'r. Ikkinchi bosqichga o'tganingiz bilan tabriklayman. Nihoyat raqamlar yaxshi. Demak, ko'p pul sanagansiz, taxminan. Albatta, start. Ikkinchi bosqichga o'tildi. Ikkinchi bosqichchi jarayoni qarang. 13, 73, 72, 81, 40, 46. 13, 72, 81, 40, 46 bo'ldi. Yaxshi. Finish bosing. Vaqt tugadi, endi yozsa bo'ladi. Ha, nima bo'ldi? Hozir. Esimdan chiqib ketdi. Ichida 73 degan sonda bo'ladi ko'rgandim. Keling, mashinasini biroz o'zgartirib ko'raylikchi. 1373
72, 81 qilib ko'raylik. Qolganiga mayli hech narsa yozmadimiz deylik. Ha. Bo'lmadi yordam. Demak, sizdagi daraja hozircha ikkinchi bosqichda ekan. Xo'p, xudo xohlasa ko'rasizlar, mana ekran demonstratsiyasini to'xtataylik. Yaqin 10 kun ichida, keyin 20 kun ichida mashqlarimizni shu qilib ko'rasiz, qaysi darajaga chiqyapti. Va lug'at yodlash bo'yicha hali bu narsani qo'ymadik. Yuz va ismlarni eslab qolishi hali davomi bor bunisi. Rasmlarni ma'lumotlarni eslab qolish va hayotda eng ko'p kerak bo'ladigan mana bu raqam. Bularni eslab qolish, ertasiga indiriga kerak bo'lsa bir haftadan keyin aytib berishi darajalar bor. O'zini major sistem tizimi bo'ladi. O'rgatgandan keyin natijasi haqida xabarlashamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan natijagacha birgamiz.